Balalar üçün İslami çöçekler. Naval Abdusalam. Bugün anlaydıgan çöçkimiz 3 kepinek. Burunqu zamanda rengdar gül çiçekler höppüdü poraklap içilip ketken bir güzel bahçıda 3 kepinek dost ötken iken. Ularning biri qizil, biri seriq ve yana biri ak renglik iken. Bu 3 kepinek biri bilen nahayt yaqin dost bolğaçqa her günü bildi yürüydiken, bildi mescitke berip namaz okuydiken, bildi Qur'an ögünüdiken, Qur'an yadlaydiken, biri bilen bəslişip yaxşı işlarni qılıdiken, başqalarga yordam qılıdiken. Bekar bolğan vaqtlarida baxçıda naqş aytib, usul oynaydiken ve her xil oyunlarni oynaydiken. Bir günü ular mescitte namaz okup çıkıp, bahçede xuşal-xuram oynayatqanda tuyuqsiz yağmur yağıp ketipdi. Öyi yirak bolğaçqa yağmurda qaytib ketelmepdi. Şunun bilen ular "Vay, tezrek bir yerge berip yağmur toxtağıcı panahınıp duraylı" deyişip birlikte bahçe içige qarab uçupdi. Ular büyük baraqsan ösüp ketken bir tüp akgülning yeniga uçup beripdi. Akgülning yeniga bargandan keyin kepinekler adab bilan Akgülge salam qilib, uningdan o'tingan holda mundaq debdi: "Assalomu alaykum Akgül hada. Yağmur bizning qanotlarimizni ho'l qilyapti. Biz yağmur to'xtag'icha sizning bergalaringiz ostida yağmurdan panohlanib olsak bo'lamdi?" Akgül ularga "Va alaykum assalom. Oq kepinakning rangi meninkiga o'xshaydi ekan. U kirsin, qolganlaringlar kirmanglar" deb javob beribdi. Akgülning bu gapini anglagan kepinaklar tangli uningga: "Biz degan Alloh yo'lida do'st bo'lishgan, ayrilmas jon-jigar do'stlar. Panohlanishga kirsak, tang kiramiz, kirmasak, tangli kirmaymiz" debdi. Şunun bilen kepinekler Akgülning yenidan ayrilib, bahçening ichiga qarab uçupdi. Yağmur teximi küçüyüp ketipdi. Ularning qanotlari ho'l bo'lib, uchishi teximi təslişipdi. Kepinekler uçup ketib etib, bir tüp yupurmaqlari cho'ng, egiz o'sgan seriq gülni ko'rib, uning yeniga berib, tangli uningga mundaq deb iltijo qildi: "Assalomu alaykum seriq gül hada. Yağmur yağıp bekli to'nglab ketdik. Hem qanotlarimiz ho'l bo'lib uçalmay qoldik. Yağmur to'xtag'icha yupurmaqlaringizning ostiga kirib, birdam yağmurdan daldinib olsak bo'lamdi?" Seriq gül ularga: "Va alaykum assalom. Seriq kepinakning rangi meninkiga o'xshaydi ekan. U kirsin, qolgan ikkinglar kirmanglar" debdi. Buni anglagan kepinaklar tangli uningga: "Biz degan Alloh yo'lida do'st bo'lishgan ayrilmas jon-jigar do'stlar. Nemishqa bir-birimizni tashlab qo'ygudakmiz? O'zimiz rahat kirishib, do'stimizning qiyinchilik ichida qilishini biz hargiz yoqtirmaymiz. Allohni ham bundoq qilishimizni yoqtirmaydi. Panohlanishga kirsak tang kiramiz, kirmasak tangli kirmaymiz" deb javob beribdi va seriq gulning yenidan uchib ketib qoldi. Yağmur əmdi şarqırab teximi ittik yığışqa başlapdı. Ular təslikdə uçub yürüb bir top qızıl gülni körüb qapdı və onun yeniga kepdi. Ular qızıl gülge iltica qilib mundaq debdi: "Assalomu alaykum qızıl gül hada. Yağmur suyu kuch bilan urilib, qanotlarimizni og'irtibdi. Uçishdan baq qiynalib qolyapmiz. Ham shundoq to'nglab ketdik. Biz yağmur to'xtag'icha yupurmaqlaringizning ostida yağmurdan panohlanib olsak bo'lamdi?" Qizilgul ularga: "Va alaykum assalom. Qizil kepinakning rangi meninkiga o'xshash qizil ekan. U kirsin, qolgan ikkinglar kirsanglar bo'lmaydi" deb javob beribdi. 3 kepinak buni anglab tangli beshini chayqab: "Yo'q, biz degan japadimi, halovatdimi birga bo'ladigan, Alloh uchun do'stlashgan yaqin do'stlar. Qiyinchilik uchraganda bo'lsin yoki baxtlik yashayotganda bo'lsin, hargiz bir-birimizdan ayrilmaymiz. Yağmurdan panohlanishga kirsak tang kiramiz, kirmasak tangli kirmaymiz" debdi. Şunun bilen bu 3 kepinek
yağmurlu qilib baqchada u yoqdan bu yoqqa uchib yuribdi. Bir-biridan zadila ayrılmabdı. Bu chaqda quyosh bulutlar arasida turib, bu üç kepinakni ko'rib turgan ekan. Ularning do'stligiga va ijin inoqligiga mastga kelgan quyosh kulimsirab chiqib ekan. Bulutlar qo'rqqanidan yiroqlarga qochib ketibdi. Yağmur to'xtab, quyosh nur chechishga boshlabdi. Quyoshning illa qaroratidan üç kepinakning qanotlaridagi yağmur suvlari qurib ketibdi. Bu üç kepinak alhamdulillah Allah'ın rahmeti bilen yağmur to'xtadi deb shodlanib, yana illa quyosh nuriga cho'mgan baqchada xushal-xuram o'ynashga boshlabdi. Ular xushalligida biz üçimiz Allah deb do'st bo'lishgan qarindosh, ayrılmaymiz hech qachon, yağmur yog'sa o'xshash. Xo'sh bo'rigan baqchida, mayin uchgan shamolda, Allohimning rahmati bordur har joyda. Ko'kda quyosh parlaydi, do'stlik kuyi yangraydi deb naqsha aytishga boshlabdi. Quyoshning ularga texmi amroqlik kelib, "Mashallah bolalarim, Allah sizlarga rahmat qilsin. Shundaq inoq ayrilmas do'stliqinglar qarab, bakmi xushal bo'lyapman. Menga mushundaq o'tinglar" debdi. Kepinaklar kulimsirab turib, bas-bas bilan "Rahmat sizga, Allah hammamizga rahmat qilsin. Ustozimiz va ota-onamiz bizga davomliq bolalarim, bir-biringlar bilan inoq o'tinglar va har qanday vaqtda bir-biringlardan ayrilmanglar. Payg'ambar alayhissalomning bir-biringlardan ayrilmanglar, chunki padadan ayrilib qolgan qo'y bo'riga yem bo'ladi degan hadisini hech qachon unutmanglar. Bir-biringlarga har vaqt yaxshilik qilinglar. Qarindoshinglarni tashlab qo'ymaganliginglar bir-biringlarga cho'ng yaxshilik qilganliginglardir. Shundaq qilsanglar, Alloh sizlarga yaxshilik ato qiladi deb nasihat qiladi. Shunga biz ularning nasihatini quloqimizda ching tutib, bir-birimizdan hargiz ayrilmay inoq o'tamiz deyishibdi. Quyosh ularning gaplarini anglab, ularga texmi mastlik kelibdi va oltin nurlarini ayamay chechishga boshlabdi. Hasan-Husan ko'p-ko'k osmonda jilolardi. Illa quyosh nuriga cho'mgan baqcha ichida kepinaklar yana xushal-xuram o'ynashga boshlabdi.